Yo'q. Biz naqshning ustidan kulyapmizmi o'zi aslida yoki naqqoshning ustidan kulyapmizmi? Biz naqsh. Bizni rangimizni qanaqaligi bizga bog'liqmi? Yo'q, birodar. Bizni rangimizni ustidan kulayotgan odamlar, masalan, bizni bo'yimizni ustidan kulayotganlar, bizni ko'zimizni ustidan kulayotganlar. Kimni ustidan kulyapti? Naqqoshni ustidan kulyapti, Xoliqni ustidan kulyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik biz. Alloh taolo Hujurat surasining 11-oyatida ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhunna. Ey mu'minlar, sizlardan biror bir millat, biror bir inson boshqa